Safarlar zavqiga oshiq necha yillarni kezdim. Aziz yurtdoshlar, biz Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidamiz. Kecha bizda hurmatli qilgan bog'bon Michurin deyishadi. Bizni Bahrom hoji aka o'ylariga taklif qilib mehmon qildi. Кузнец, дар от Бога, от Аллаха. Его зовут Иркин. Vaholanki Boysunda kasb egalari ota bobolaridan 7-avlod Erkinjon aka ekan. Eringga quvvat bo'lay, dardinga darmon. Mehnat uchun tug'ilgan ey hunar kasb egasi, temirchi Erkinjon aka dehqon. 7-поколение.